tanasini qoplagan ekan qo'tirmada. Lekin ko'ringlarmi? Voy jonim. O'ta duo qiladigan bo'ldi menga. Aparatga ham kuch yetmayapti mana, olmaslar mana. Tili yo'qda beyoza. Aytilmaydigan va. Bu vaqtida qaralmasa 6 oyda ham tuzalmasa kerak. Obunachilar 6 oyda. Obunachilar mana uchalasi ham bugun oboldi qo'shdilar. Cho'miltirib qo'yamiz bitta. Chiroyli qilib mana. Tanasi ham qochib ketgan ekan. Obunachilar har hafta yangi partiya qo'chqorlar keladi. Hammasi bir xil kelmaydi akalar. Aytadi, guruch kirmaksiz bo'lmaydi deganda mana shunda aybi bolalar ham keladi aziz obunachilar. Mana ko'rib turganlaringdek 3 tasini butun tanasini qo'tir qoplagan ekan. Nihoyatda mana ko'p. Bunga bee'tibor qolinsa tuzalmaydi aziz obunachilar. Chorvalar aka-ukalarimiz, yangi chorva boqishga qiziqayotgan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana shu holatga bee'tibor qolmaysizlar. Mana shularni hozir chiroyli qilib tashqariga chiqarib parvarishni qilamiz. Videoni kuzatib boringlar. Bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Qo'chqorlarda nihoyatda sifatliklari kelgan. Lekin hozir aytganimdek, guruch kirmaksiz bo'lmaydi deganda mana shunday holatda mana. Nihoyatda qo'tiri ko'p. Butun tanasini bosgani ham bor ekan aziz obunachilar. Obunachilar mana qo'chqorlarni ajratib chiqardim. Soni 3 dona ekan. Buni qanaqangi dori qilsam tuzaladi. Bilganlar kommentariyaga yozib ketinglar, bizdan oldin tajribadan o'tkazganlar mana. Tez va samarali usulda tuzatishni yo'lini biladigan aka-ukalarimizdan kommentariyada maslahatlarni kutib qolaman aziz obunachilar mana. Obunachilar buni dumba tomoni polni qo'tir bilan qoplagan ekan. Shuni olyapman hozir. Bo'lgandan keyin ham ko'rsataman aziz obunachilar. Qanaqa dori qilsam dezinfeksiya. Bilganlar kommentariyaga yozib ketasiz. Mana bunisi o'ta dahshat. Butun tanasini qoplagan ekan mana. Yaqinroq olib kelgan kamerani. Butun tanasini. Mana. Qo'chqor o'zi zo'r qo'chqor. Hozir hisob. Mana bu yer dumba qismi. Mashinkani ham tushirtmay qolyapti mana. Mashina holatda junun. Qo'shlayapman mana aziz obunachilar. Ko'ringlar. Bu vaqtida qaralmasa 6 oyda ham tuzalmasa kerak. Obunachilar 6 oyda. Chorvalar aka-ukalarimiz bilishadi. Bizdan oldin tajriba ko'rganlar bo'lsa, to'g'risini bilganlar tez effekt bersa yozib qo'yinglar kommentariyaga. Nega ham o'tmayapti yonvorib. Chaqira sotyapti mana. Ko'rishsin, voy jonim. Haqiqiy dahshat ekan mana. Shuncha bo'lguncha mana bee'tibor qolingan mana. Bugün
Qoldirmasdan olib da cho'miltirib ham qo'yamiz. Juda baquvvat ekan qo'chqor obunachi. Buni olmayman. Xolos. Tek. Bu ham mayli, narigisi butun tanasini qoplagan ekan. Obunachilar mana. Mana shu dori qilamiz, xudo xolasa tuzatamiz. Qo'ying shu tarafga. Ketdi. Shu obunachilar butun tanasini qoplagan ekan qo'tirmani. O'zinglar ko'ringlarmi? Voy jonim, voy. O'ta duvoqlardan bo'ldi menga. Bu azob berayotganda bu. Parazit bu, parazit. O'sha dorilarni qildiramiz. Ichga tashla parazitlarga. Anladingmi? Bu juda dahshat ekan bu mana. Butun tana qoplangan ekan. Cho'miltiramiz. Oxirigacha tuzatib boramizda hammasi qo'ldan chiqaramiz. Endi bunga bee'tibor tursak bo'lmaydi azobunachilar. Apparatga ham kuchi yetmayapti mana obunachilar mana. Tili yo'qda beozor. Aytilmaydigan va. Professor agregat qilishni bo'lsa olaman-da. Juda boqadigan qo'chqorlar obunachilar. Hozirga qarab parvarish qilsa juda yaxshi natijaga yetkazadi bu qo'chqorlar mana. Ama bundan battarlarni ham tuzatganmiz o'zimiz ham. Eng yomon majbur ekan mana. Hozirda mana. Dahshat. Jangi qarang. Qaydan to'plagan ekan bu buncha motorni? Tanasiga. Oldi taraflarda ham bor ekan. Ama juda qattiq kellatyapti jonivor. Mana. Bo'yin qismlar qattiq ketdi mana yana. Bo'ynlar ham. Mashinani kuchaytirgan bo'lib ketdi mana. Bu nari tarafına o'tiradi. Mashinani har yerdan yog'lab olamiz mana obunachilar. Bu tarafidan keyin. Hozir. Bu sizlarga bitta like bosib qo'yinglar obunachilar. Minnatimizni qadrlab like bosib qo'ying. Followerlarga foydali video bo'lyapti.
Mana qarang mana. Uta kaç kelletleri. Aparattan çıkmıyor yaptı. Yaxshiyam o'zimiz qo'limizdan keladi. O'zimiz o'zimiz pulga ham bermaydi bunaqa. Nima bo'lsa ham qo'y jannatdan chiqqani, to'g'rimi obunachilar? Baş qo'ylarga qanaqangi dori yordam qilishini bilsalar, kommentariyga yozib ketinglar, kutib qolaman. Baş qo'ylarga sog'ligi bilan juda qattiq shug'ullanamiz. Bo'ldi. Ana tepasini ko'ringlar, zavunashni. Qo'chqor boqib tarbiya qilsa, nihoyatda ajoyib bo'ladi qo'chqorlar. Qo'chqor haqiqiy tarbiya qiladigan qo'chqorlar. Dumbalari tik dumba. Rangi ham kashtan, quloqlari ham butun. Bo'l qo'ying. Obunachilar mana o'zlari ko'rsatganlarni bunisida ozgina kamramagan lekin. Bu tezroq tuzaladi. Lekin juda dahshatli ekan bu. Haqiqiy original ekan. Bu taraflari toza ekan buni ham. Faqat mana dumba qismida ekan. Nima tarafdan ko'rsatib turadi mana? Mana ko'ringlar mana. Ajjani mana. Nima deyapti? Aparatdan zo'rg'a tushyapti. Bu taraflarga yetmay ham qolyapti. Keyingi safar günün avvalımızda obunachilar yana ham tozalab olamiz hozir. Normal holatda olyapti. Juda toza olganim yo'q, o'zim ham bilib turibman. Mana qo'y bozori kanaliga obuna bo'lib qo'ysalar, mana shu foyda videolarni qanday chiqarib boramiz obunachilar. Asqotlarni hozir ko'miltirib, bitta chaqiramiz, ifodori qilib, o'zimiz parvarish qilamiz. Xudo xolasa bir haftada bir marta video syomkasini chiqaramiz. Nah, kallalar ham bor ekan,
Bu tarafını olaramiz. Bu tarafını görünüyor mu? Bunda kısımlar asosan. Aparatta bir ihtiyaç olmasa kesin havalatda alınacak mı? İki köpekler. Kesilgen joyni yaraklar. Mana. Yaqiraqdan ko'rsatdi mana bu yerda. Bu qanchalik azob berayotgan bu jonivorlar mana. Aytolmaydi. Ey jonivor. Odamga yuqish ehtimoli ham bor. Obunalar mana uchalasi ham birini olib oldi qo'shqonlar. Cho'miltirib qo'yamiz bitta. Chiroyli qilib mana. Qanasi ham ochib ketgan ekan. Bir dori vaksinalarni beramiz, xudo xolasa. Bir haftada yaxshi natijaga yetkazamiz qo'shqonlar. Ko'rsatib qo'ydim bilan shunday qo'toq chiqdi jonivorlar. Ayniqsa mana bittasi ham o'tiradi. Eng yomon chiqqani mana. Yürü az mı? Yürü. En yaman ya çok. Yeterden çektim oyla görünüyorsun. Ben anladım bak yani. Mana bizda ham bor bunday qilib. Chiqarishga qarang. Mana bunday qilib. Suv o'zi ko'chirib tushadi mana. Yumshoq bo'lib qoldi. Ana. Tamam, haqiqiy mazza qiladigan qo'y. 50 gradus issiqda juda katta savol bo'ldi. Bundan qo'yaveramiz, bo'ldi. Bundan ziyod olmaydi obunachilar. Like'ni bosib, kanalimizda yangi bo'lsalar obuna bo'linglar. Foydali videolarni, manfaat videolar chiqaraman. Hurmatli obunachilar, sizlar uchun har kuni xudo xolasa chiroyli, manfaatli kontentlar qilamiz. Like'larni bosib, videolarimizni oxirigacha ko'rib boringlar. Bugun akalar qo'ylarni cho'miltirish haqida bo'ladi bugungi video syomkamiz. Soat 8 dan o'tdi, kunduz issig'i 40 gradusga bordi o'zi. Aziz obunachilar, qo'chqorlarni bir cho'miltiramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, shampullab, xudo xolasa ideal variantga keltiramiz qo'chqorlarni mana. Bu qo'chqorlarimiz obunachilar sotuvdagi qo'chqorlar mana. Sotuvdagi qo'chqorlar bo'lishiga qaramasdan, mana shunday holatda chiroyli qilib cho'miltirib, bizdan keyingi egasiga xudo xolasa yetkazdirib beramiz. Qo'ylar soni ko'p. Bugun ayniqsa
animal issiq bo'ladigan kun aziz obunachilar. Ertalabdan mana qo'chqorlar ham xudo xolasa maza qiladigan bo'ldi. Bizni duo qiladigan bo'ldi. O'tgan yili qo'chqorlar yemga tayyor hammasi. Bir marta cho'milgandan keyin ishtahalari ham ochiladi yana mana. Tepasidan chiqayotgan lo'yni qarang mana. Mana butun chang o'rnab qolgan badaniga mana. Shamponda idealni qilib cho'miltiramiz. Mana. Bir qator ustini o'tib keyin shampun surkaymiz. Basseyndan chiqqandan keyin xudo xolasa yaltirab qoladi jonivorlar. Bitta like bosib, kanalimizga yangilar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa qo'chqorlarda zo'rlari bo'ladi. Bozor narxida, narxlari arzon, sifati a'lolaridan olib kelib, xudo xolasa sizlarga ko'rsatamiz aziz obunachilar. Mana. Jonivor. Ha, bular ustiga hali suv tegmadi. Xo'sh. Shamollab qoldi shekilli, o'talib qoldi. Yur jonivorlar. Mana shu tomonlarga ham o'taylik. Tarafga o'tinglarchi. Mana bular ustiga hali suv tegmayapti mana. Sizdan shunday loyqa chiqayapti mana, chang. Bu qo'ylar bizga kelguncha dalada yurgan aziz obunachilar, changda, tuproqda. Mana. O'tiri bor qo'ylar bor, ana shularni ham junini olib, ana shularni ham cho'miltiramiz. Ularni ham video syomka qilib qo'yib boramiz. Bu tarafdan bittasi shusterlik qilyapti, qochaman deb. Hali bo'lganing yo'q jonivor. To'g'ri tur. Bo'ldi, hammasiga endi shampun surkab chiqaman. Mana. Shamponni ham originaldan ishlatamiz bularga mana. Mana. Olov kesib tashlaymiz yoqmagan yerini.
Qara, yaxshilab qara. Kiri chiqayapti buni haqiqiy. Mana. Yana qaysi qoldi? Ko'kam bo'ldimi? Bu. Do'stlar, qo'chqorlar ham haqiqiy mazza qiladigan bo'ldi mana. Obunachilar. Shampun bilan mana. Ustidagi kirlar hammasi tushib ketyapti. Cho'milmagani qolmadi lekin. Mana ustidan loy chiqayapti. Animal issiqdan qo'chqorlar zo'r o'tib ketadi endi mana. Tanasi muzday bo'ldi, obunachilar. Ertaga bozorda sotsak, bizdan olgan odam ham xursand bo'ladi. Yaxshi o'zgaradi. Bu qo'chqorlar ikki qo'chqorlar juda sog'lom, ishtahasi zo'r. Haqiqiy boqaman degan obunachilar qo'ydi. Mana. Mana ustidan chiqayapti. Kirini qaranglar mana. Abi kiri chiqayotganini ko'rsatib qo'y yaqinroqdan. Mana.
Şu canım. Şu. Mana eng üst kiri mana shu yerga. Jonivor mana bunga rosa yoqayapti. Mana ko'p qo'chqorlar mana. Yaltirab qoldi. Qo'chqorlar eng maza qiladigan joyi mana azobunash. Mana shuni qoqinganda juda maza qiladi jonivorlar. Hammasi yaltirab qoldi mana. Boqaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana shunday holatda qarab, parvarishga bossalang akalar. Bergan yemlaringni 90%ni o'ziga olib qoladi jonivorlar. Qo'y serob akalar, sotuvda ham qo'ylarimiz serob. Ularda ham xudo xolasa syomkalarni qilamiz. Layklarni bosib, bizdan uzoqlashmay kuzatib boringlar. Mana shu joyda ozgina ustini quritib, taglarini shipirib, tozalab, mana shunday lyuks konditsionerli xonaga qolmaymiz mana shu joyga. Mana